Mana shunaqa qilsanglar, birga bir farzandga tushadi. Faqat videoga ukalar, просто men nimaga unaqa deyapman? Farzandlarga eng zo'r sharoit qayerda Habibulloh degan savolga mana javob beraman sizlarga. Endi o'zingizlar baho beringlar. Men o'zimchalik maqtanib, endi ana ishlayotgan joyi deb. Hop, inkubator bu. Mana gradusliklari hammasi joyida. Tuxumlar bor. Farzandlar tuxum qo'yilyapti o'sha. Ketdik. Keyin shu bilan mana ofisimizda mana. Nimaga men buni ko'rsatyapman? Okalar, tozalik birinchi o'rinda. Har kuni yuviladi, xlor bilan yuviladi. Har kuni dezinfeksiya qilinadi. Tak, keyin mayli okamizlarga nima bo'lsin? Mana Ecomix, Novamix degan dorilar bor mana. Mana shunaqa dorilarni aralashtirib berasizlar yemiga. Bu o'zi bu narsani nimaga ko'rsatyapman? Okalar, farzandli bu parrandalarni tuxum yo'nalishiga kerakli vitaminlar bular. Mana vitamin, minerallar. Mana ko'rdinglar? Dabavka bu narsalar hammasi. Tuxum yo'nalishiga bu. Ketdik. Mashlardan qo'shib berasizlar. Keyin etdim, ikkinchisi tozalik birinchi o'rinda. Ikkinchisi emas, o'zi birinchisi o'zi. Mana har bitta kirgan odam mana qilib turib, mana xlor qilingan. Mashlarga ahamiyat qilasizlar. Tozalik birinchi o'rin. Mana yo'layimizni har kuni sipirib, xlor bilan yuviladi. Har kuni. Shunda xudo xolasa dezinfeksiya qilinadi. Pashti har kuni. Ketdik. Bu yoqda mana sisarkalar. Mana sisarkalar. Bitta mana tuxum qilib yotibdi, ko'rdinglar mana. Tak, mana bitta kaklik. Mana bunisida kakliklar mana. Keyin beda mana mayda qilib mana o'tlar, bedalar tashlaysizlar har kuni. Keyin yana bitta tomoni mana suv idishini toza qilish kerak. Har kuni yuvib tozalab suv quyiladi. Har kuni bu ham. Eski suvni to'kib tashlab, yangi suvni idishni yana tozalab, idishni yuvib tozalab qo'yiladi suv. Xo'p, men yo'layni aytdim, mana har kuni xlor bilan yuviladi. Tak, bu yoqqa ket, hammasi fazan o'kala oxirigacha. Fazan bu yoq. Tak, mana fazanlar. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, bu ichki qismi mana qurilishini ko'rdinglar qanaqa? Har bittasi mana teshigi bor, yo tomonda valeri bor. Buni ham mana teshigi bor, yo'da valeri bor. Endi ketdik. Mana endi bu tashqari ko'rinish mana. Mana boyga sisarkalar birinchi valerimizni ko'rdinglar. Tashqarisi qurilishini ko'rdinglar mana. Tegi beton, обязательно tashqari tomon beton, setka, tepasi to'r ana. Tepasi to'r. Yemishini ratsionini okalar aralashgan don beriladi, aralashmadan. Aralashgan spes kelgan brulyor kambi ko'rinma rost degani bor. Shuni bersanglar ham bo'ladi kattalariga. Mana kakliklar. Mana kakliklar. Mana kakliklar. Mana. Ko'rdinglar mana kakliklar yutgan. Tak. Keyin daraxtlarni yana yaqinda ekdik. Ponni mana sug'orib, hammasini cho'tki qilib, mana archalarni ham hammasini sug'orib cho'tki qilib qo'ydik. Mana ham daraxtlar hammasini qo'ydik. Fazan o'zi bu yoqqa ketdi mana. Fazanlarni xorozini kamaytirdim. Okalar, 5ta 10ta qoldirdim. Makiyonlarni qiynab qo'yadi, shuni ham inobatga olinglar. Bitta xorozga 5ta makiyon to'g'ri keladi, aka-ukalar. 4ta yoki 5ta makiyon to'g'ri keladi bitta xorozga. Mana, keyin yana bitta tomoni mamiyoni oldini to'sib tashladik mana, oldlarini yopdik. Chunki fazanlar har odam kelganda o'zini ururadi mana, stress bo'yotibdi fazanlar. Mana, stress bo'lmasligi uchun oldini yopib tashladik. Hatta hamma o'tadi, har xil odam o'tadi. Har kelgan odamga urilsa ham bo'lmaydi. Xotirjam bo'lish kerak. Keyin mana qulub zanjir qo'yib tashladim. O'zimizning xavfsizligimiz. Mana bu hech narsa emas bu. Mana turuvdi bu hech narsa emas bu. Do'st bor, dushman bor. Tak, mana. Yemish ko'rdinglar, ichkarida suv, tashqarida dona. Mana fazallar mana shunaqa qilib ovqatini yeb, mana daraxtlarni hammasini sug'ordik. Xudo xolasa inshaalloh ko'karib ketsa bo'ldi daraxtlarimiz. Ular hammasi bu yoq bir xil o'zi ketdi. Hammasi mana bir xil oxirigacha ponni yopib tashladik mana. Ponni yopib tashladik.
Xo'p, hammaga rahmat, aka-ukalar. Video yoqqanmiz like bosinglar. Qanaqa bo'ladi qurilish deganligini jo'natib qo'yinglar mana. Setka, tegi beton, tepasi to'r, ichkari zimligi ham bo'ladi mana. Cho'tki bo'ladi. Mana shunaqa qilib boqsanglar, fazalar yayraydi. Ko'paytirishinglar ham oson bo'ladi. Daromad ham olasizlar shunda. Mana xudo xolasa. Xudo xolasa mana aviyolar ham mana ko'kartirilyapti inshaalloh xudo xolasa. Real Hunter'dan Fazan House'dan sizlar uchun maxsus. Haqiqiy Fazan House. House degani uy degani, fazanlarning uyi bu. Hammaga rahmat.